Biz mana shu narsani iste'mol qilamiz. Vitamin deb. Shu videoni ko'rganimdan keyin o'zimizda Omegamizda sinab ko'rmoqchi edim. Assalomu alaykum. Demak, bugun amerikanskiy Omega va Greenleaf korporatsiyasining Oil Omegasini eksperiment qilib ko'rsataman. Xo'sh, mana ikki xil Omega, ichlarini ko'ryapsizlar. Haqqoniy video. Mana penoplast topib olib, bir amallab pichoq bilan uni ikkiga bo'lib oldim. Oil Omegasi juda ham ichi quyuq ekan. Qaranglar rangini va bu haqiqiy baliqni hidi kelar ekan. Endi amerikanskiysini ko'rsataman. Amerikanskiysi juda ham ichi sostavi suyuq, даже suvday desak ham bo'ladi. Birdaniga oqib ketib qoldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ikkalasini penoplastga qilib endi biroz muddat kutamiz. Chamasi 10 minutlardan keyin penoplastdan xabar olay desam, qarasam penoplastni amerikanskiy Omega kemirib yuboribdi. Kelinglar yaqindan ko'rsataman. Vau, buni dahshatligini qaranglar. Erib ketganiga nima deysiz? Nahotki insonlar shu narsani iste'mol qilib kelishgan. Bu dahshat. Oil Omegasi esa hech qanaqa zararsiz, juda ham yaxshi holatda turibdi. Endi aytingchi, siz qaysi Omegani iste'mol qilgan bo'lardingiz?